Yanvar oyida o'qigan kitoblarimni tahlil qilamiz. Birinchisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub Baxtiyor oila kitobi. Bu kitobda qanday juft tanlashdan tortib, shar'iy nikoh asoslari, er-xotin orasidagi munosabatlar, farzand tarbiyasi, ota-onaning haqlari, har bir kishi uchun hayoti davomida asqotadigan ma'lumotlar bor. Siz oila qurgan yoki qurmagan bo'lishingizdan qat'iy nazar bu kitobni o'qib ko'rishingiz shart. Ikkinchisi Turk qalamiga mansub Zaynab nomli kitob. Bu ijtimoiy roman Zaynab ismli qiz haqida. U qiz to'g'ri yo'ldan adashib, yana haq yo'lga qaytadi. O'z nafsi bilan to'xtovsiz kurash olib boradi. Keyingisi Rog'ib Sirjoniyning Bomdod namozini qanday muhofaza qilasiz yoxud bugun bomdod o'qidingizmi kitobi. Bu kitob bomdod namoziga uyg'onishga qiynalayotganlar yoki tashlab qo'yganlar uchun ayni muddao.